Xitoy chet eldagi tunji harbiy bazasiga askar yetkazmoqda. Daryo va yoshlar to'rining 12-iyul kunidagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning chet eldagi tunji harbiy bazasi Sharqiy Afrikadagi Djibouti qurilgan bo'lib, bu yerga askar yetkazishni boshlagan. Djibouti muhim bo'lgan strategik ahamiyatga ega davlatlardan biri bo'lib, u Qizil dengiz va Suvash kanalidan o'tgan paroxodlarni nazorat qilish alohidaligiga ega. Xitoyning bu yerdagi harbiy baza qurilishi 2016-yilda boshlangan bo'lib, Xitoy taraf bu bazani almashtirish markazi degan nom bilan atab kelmoqda. Xitoyda ingliz tilida nashr qilingan Yer shari vaqt gazeti Djiboutidagi bu harbiy baza Xitoy armiyasining chet elda qurilgan tunji harbiy bazasi ekanligi va bu yerga ko'plab askar yetkazilganligini xabar qilgan. Xitoyning Xinhua to'rida bu haqda berilgan xabarda Xitoy bilan Djibouti orasida bu haqda elib berilgan aniq muzokaradan keyin Jantizjan portida Xitoy askarlarini qarshi olish murosimi o'tkazilib, Xitoy Qizil armiyasi askarlari kutilingan. Nobel mukofotiga erishgan Liu Xiaobo vafot bo'ldi. BBC'ning 13-iyul kunidagi xabarda bildirishicha, Nobel tinchlik mukofotiga erishgan Xitoydagi kishilik huquq faoliyatchisi va akademik Liu Xiaobo 61 yoshida Shinyang shahridagi doktorxonada vafot bo'lgan. Bu 2009-yili Xitoyni ag'dirishga kuch kiritish jinoyati bilan ayblanib, 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xabarda bildirilishicha, Liu Xiaobo turmada jigar rakiga giribtor bo'lgan bo'lib, qo'risi ishib, qon bosimi tuvanlab, yurak iqtidorining yomonlashganligi, 3 oy yo'lida ba'zi to'silish alomatlarining ko'rilganligi sababidan Shinyangdagi bir doktorxonaga elib kelingan hamda organ yetishmaslik sababidan doktorxonada vafot bo'lgan. Ba'zi Yevropa davlatlari Liu Xiaoboning chet el doktorxonasida davolanishini talab qilgan. Germaniyalik va amerikalik ikki mutaxassis uni chet el doktorxonasiga yetkazmaguncha yaxshilanish bo'lmaydiganligini bildirgan. Ammo Xitoy mutaxassislari Liu Xiaoboning chet elga boralg'idek emasligini aytib, Xitoyda davolanish kerakligini tushuntirgan. 2010-yili xalqaro Nobel tinchlik mukofoti Xitoy tarafidan 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingani 1 yil bo'lgan Xitoydagi kishilik huquq faoliyatchisi va akademik Liu Xiaoboga berilgan bo'lib, u xalqni Xitoy Kommunist partiyasini og'dirishga hutartqilik qilgan degan jinoyat bilan qamoqqa ilingan edi. Liu Xiaobo 1989-yili Tiananmen o'quvchilar harakatiga yetakchilik qilgan mas'ullardan biri bo'lib, shu vaqtdagi qonliq qirg'inchilikning hayot shohidlaridan biri edi. U Xitoyning ko'p partiyalik demokratiyaga o'tishini tashabbus qiluvchilarning biri. Liu Xiaoboning ayoli Liu Xiaodaning hech qanday bir jinoyat bo'lmasligiga qaramasdan, u hali ham o'z uyida nazorat ostida yashamoqda.